Diqqat xalqim, tezkor xabar. Toshkentda 19,9 milliard so'mlik byudjet mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvida hudud gaz ta'minot AJ va Texnopark MJJga mas'ul shaxslar hamda boshqalar o'zaro til biriktirib elektron gaz hisoblagichlariga texnik xizmat ko'rsatish bahonasida 19 milliard so'm byudjet mablag'ini o'zlashtirgan yoki rastrata qilgani aniqlangan. Shuningdek, Texnopark MJJ ishlab chiqargan va hudud gaz ta'minot AJ tomonidan o'rnatilgan 273 ta gaz hisoblagich ko'rsatkichlari ham hisoblangani sababli 861,1 million so'm zarar yetkazilgani ma'lum qilindi. Hozir holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.